Assalomu alaykum go'zallarim. Qaranglar, bizdagi Felisiyadan mana shunaqa увлажняющий krem bilan o'zini shu penkasi kelgan. Bu penka anaqa sal yog'liroq yuzlarga yaxshi tushar ekan, chunki men o'zim ishlatib ko'rdim. Meni yuzim quruq bo'lgani uchun meni yuzim ozgina qotib qo'ydi. Shuning uchun yog'liroq yuzlarga bu yaxshi ekan. Bu увлажняющий krem, qaranglar, bu badan uchun ham, yuz uchun ham ishlatsa bo'ladi. Men bu yoz kunlarda men bu krem bunaqa yog'li krem emas ekan, suyuqroq ekan. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. O'zim ishlatyapman hozir buni. Yog'li krem emas ekan-da bu, bunaqa питательный kremdan yog'liroq bo'ladi-ku. Mana bu увлажняющий bo'lgani uchun sal suyuqroq, terida yumshoq yotar ekan-da. Hidi ham yaxshi. Bu увлажняющий kremi, bu esa penkasi yuz uchun. Zakazinglarni Direktdan, Instagramdan, Telegramdan bersanglar bo'ladi.